Bolajonlar, bugun sizlar bilan biz tabiiy fan kitoblaringdagi quyosh tizimi mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Bolajonlar, biz kechqurun osmonga qaraganda nimalarni ko'ramiz? Kim aytadi? Qani aytingchi? Yulduzlar. Yanachi? Osmonni. Yanachi? Yanachi? Koinot. Koinot. Yanachi? Yulduz va aloqa. O'zimizni qora bulutni ko'ramiz. Endi bugun sizlar bilan o'sha quyosh tizimiga, koinotga sayohat qilamiz. Quyosh tizimi quyosh va uning atrofida aylanuvchi 8 ta sayyoradan iborat. Sayyoralar yulduzlar kabi sharsimon shaklga ega, faqat yulduzlardan kichkinaroq bo'lgan fazoviy jismlarga sayyoralar deb ataladi. Biz sayyoralarni haligi porlab turganini ko'rishimiz mumkin, ba'zilarini esa ko'rishimiz mumkin emas. Ular yulduzlarga qaraganda kichkinaroq. Quyoshga yaqinligi bo'yicha bir sayyoralar bilan tanishib ketamiz. Quyoshga eng yaqin bo'lgan sayyora bu Merkuriy hisoblanadi. Merkuriy o'sha birinchi o'rinda turadi va u eng issiq sayyoralardan biri hisoblanadi. U eng kichik sayyora, shu bilan birgalikda Oydan salgina kattaroq, xolos. Quyoshga yaqin. Quyoshga yaqin. Quyoshga yaqinligi bo'yicha mana birinchi o'rinda turibdi. Eng kichkina sayyora Merkuriy. Endi Merkuriyning sirti xuddi yorilib ketgan sharga o'xshaydi. Endi Quyoshdan uzoqligi bo'yicha ikkinchi joylashgan sayyora bu Venera, ya'ni mana bu rasmda aniqroq chiqqan. Bu sayyoralar ichida eng sirli sayyora hisoblanadi. Ya'ni uni juda kam o'rganishgan. Bu sayyorani ko'p xususiyatlari bizning sayyoramizniki bilan o'xshash. Ya'ni unda ham bizning sayyoramizga o'xshagan gazsimon qobiq va bulutlar mavjud. Biroq undan farqi shundaki, undagi gazsimon qobiq zaharli hisoblanadi va bulutlari zid joylashgan. Endi Quyoshdan uzoqligi bo'yicha ikkinchi sayyora, uchinchi sayyoramiz bu Yer hisoblanadi. Yer kichik sayyoralarning ichida eng kattasi hisoblanadi va hayot bor bo'lgan yagona sayyora. Ya'ni biz yashaydigan sayyoramiz. Sayyoramiz koinotdan qaralganda rang-barang bo'lib ko'rinadi. Rang-barang bo'lishi sababi mana bu yerda yashil, ko'k va oq chiziqlar bor. Bu yerdagi yashil chiziqlar yashillik yerlarni anglatadi. Ekin o'sadigan joylar bo'ladi-ku, o'shalar. Bu ko'k joylar esa suvliklarni anglatadi. Mana bu yerdagi oq chiziqlar bulutlarimizni anglatadi. Endi Quyoshdan uzoqligi bo'yicha 4-sayyora mana bu Mars hisoblanadi. Mars qizil changdan qoplaganligi uchun qizil bo'lib ko'rinadi. Unda o'sha muzliklar borligi uchun ba'zi bir olimlar Marsda hayot mavjud degan fikrni ilgari surishgan, lekin hali bu fikr o'z tasdig'ini topmagan. Bular mana shu 4 ta gapirib o'tgan sayyoralar kichik sayyoralar hisoblanadi. Kichik sayyoralar mana shu 4 ta bo'ladigan bo'lsa, Quyoshga yaqin joylashgan, ya'ni bu tomondagi. Ular gazsimon qobiqqa ba'zilari ega emas, keyin bularning yo'ldoshlari kam. Uzoq sayyoralarga ko'ra nisbatan issiq bo'ladi. Shuning uchun bular kichik sayyoralar deb ataladi. Endi ulkan sayyoralar sinfiga o'tamiz. Ulkan sayyoralar sinfi bu mana bu sayyoralar kiradi. Yupiter, Saturn, Uran, Neptun Quyoshdan uzoqroq joylashgan va hajmi jihatdan ham kattaroq hisoblanadi. Endi Quyoshdan uzoqligi bo'yicha 5-o'rinda turadigan sayyora bu Yupiter hisoblanadi. Bu ham gazsimon qobiqqa ega. O'sha Yupiterni mashhur qilgan bir belgisi bor. Ya'ni bu mana shu dog' hisoblanadi. Mana rasmda ham keltirilgan bu ulkan qizil dog'. Bu dog' paydo bo'lish tarixi 300 yil sodir bo'lgan bo'ronlar natijasida shu dog' paydo bo'lgan. Endi keyingi ma'lumot bu Quyosh tizimidagi eng katta sayyora ham hisoblanadi. Eng ko'p yo'ldoshi ham shunda bor. Quyosh tizimidan uzoqligi bo'yicha 6-chi bo'lgan sayyora bu Saturn hisoblanadi. Saturn ham gazsimon qobiqqa ega. Endi Saturnni mashhur qilgan narsasi bilamizmi? Uni atrofida halqalari bor, zag'li halqalar aylanadi. Bu o'sha ulkan sayyoralar ichida ikkinchi sayyora hisoblanadi. Eng katta sayyoralardan biri bu. Birinchisi Yupiter bo'lsa, ikkinchisi Saturn hisoblanadi. Quyoshdan uzoqligi bo'yicha 7-o'rinda turadigan sayyora bu Uran. Uran ham ulkan sayyoralar sinfiga kiradi. Keyin ulkandir, o'sha metan gazi qoplaganlar uni. Metan gazi qoplaganligi uchun moviy, yashil rangda namoyon bo'ladi. Mana Uran.
Uran sovuq bo'ladi. Ha, uran nihoyatda sovuq. Sababi o'z ulkan sayyoralar ko'proq sovuq bo'ladi. Sababi mana quyoshdan keladigan nur uranga sal uzoqroq joylashgan. Yaqin sayyoralar issiq, uzoq sayyoralar sovuq bo'ladi. Bunday muzliklarni tashkil etgan. Keyin eng oxirgi sayyoramiz quyoshdan uzoqligi bo'yicha oxirgi o'rinda turadi. Bu Neptun hisoblanadi. Bolajonlar, Neptun buni faqatgina matematik hisob-kitoblar bilan o'rganilgan, ya'ni buni fazoviy jihatdan ko'risholmaganda, birinchi matematik hisob-kitoblar bilan Neptun bor ekan degan faraz ilgari surilgan. O'sha faraz ilgari surilgandan keyin 100 yil vaqt o'tib, Voyager fazoviy kemasida uni ko'rishni imkoni bo'lgan. Neptunda sovuqligi -200 gradusgacha yetadi. -200 gradus va undan past haroratda bo'ladi. Sababi quyoshdan uzoq bu sovuq hisoblanadi. Endi Eng sovuqi ashim. ha, eng sovug'i Neptun. O'zi mana quyoshga yaqin sayyoralarga quyoshning nuri yaqin keladi, isiydi-da. Mana bu ham issiq sayyoraga raqobatchi haroratdagi Marscha sovuqroq, Yupiter bundan ancha sovuqroq bo'ladi. Mana nuri, quyoshning nuri uzoqlashgan sari harorat ham tushib boradi. Quyoshga yaqinroq bo'lgan sayyoralar issiq hisoblanadi. Quyoshdan uzoq bo'lgan sayyoralar Merkuriy eng issig'i. Merkuriy eng issig'i. Bizdan yagona hayot mavjud degan sayyora Yerdek, Marsda shunaqa fikr ilgari surilgan. Olimlar tomonidan hayot mavjud bo'lishi mumkin degan, lekin hozir ham o'rganishlar davom etmoqda. Hali bu tasdiq o'z isbotini topgani yo'q. Endi biz sayyoralarni ko'zimiz bilan ko'ra olamizmi, bolajonlar? Ba'zi bir sayyoralarni ko'zimiz bilan ko'rishimiz mumkin, faqat ularni yulduz deb o'ylaymiz. Hammamizda osmonga qaraganimizda birinchi chiqadigan yulduz bor, bu Zuhro yulduzi deydi. O'sha Venera sayyorasi hisoblanadi. Ha, Venera sayyorasi. Ha, o'sha yulduzlar chiqqanda eng birinchi chiqqan yulduzlar kirib ketadigan-da, eng oxirgi kirib ketadigan sayyora hisoblanadi. Ular sayyoralar ham xuddi yulduzlar kabi, faqat yulduzlardan yorqinroq bo'ladi, yulduzlardan kichkinaroq bo'ladi. Yulduzlar miltillab taratadigan bo'lsa, sayyoralar yorqin taratadi. O'sha quyosh turgan tomonga, quyosh botgan tomonga qarasalaring, o'zi birinchi yulduz chiqadi. Yozda hali havo yaxshi bo'lgan paytlarda aniqroq ko'rinadi. Ko'pchilik Zuhro yulduzi deydi. O'sha Zuhro yulduzi Venera hisoblanadi. Merkuriy ham o'sha tomonda, quyosh botgan tomonda ko'rishimiz mumkin. U ham o'sha gadirlab turadi. Keyin Marsda, bizning Yerimizga yaqin, eng yaqin joylashgan sayyora bu Mars. Marsda kechqurun, Yupiter emasmi? yo'q, Mars eng yaqin joylashgan. Mars Bu mavzu yo'q, betda shunaqa bo'lib qolganda orbitalar bor-ku mana. Mana bundan tushuntiradigan bo'lsak, mana planetamizda Yer turadigan bo'lsa, bu tomonda Mars mana. yaqin ekan. Mars mana Yerga eng yaqin sayyora Mars hisoblanadi. Uni kechqurun qorong'ulikda Yerda istalgan jihatda, Yerda istalgan joyidan ko'rishimiz mumkin. Faqat yarim tunda nur sochadi. Bu maketdan shu sizlar mavzuni ko'proq tushunishlaring uchun, mavzu haqida tushuncha hosil qilishlaring uchun yasab kelganman. Mana yangida tushuntirgandek, bu quyosh tizimi. Mana quyosh turibdi, quyoshning atrofida sayyoralar birin-ketinlikda joylashgan. Bu Merkuriy, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, Uran, Neptun. Mana ular quyosh atrofida mana bir-birlariga xalaqit bermagan holatda aylanishadi. Ko'ryapsizlarmi? Aylanish nimasida? Bir-birlariga xalaqit qilmaydi. Mana o'zlarini har birini orbitalari bor. Bu orbitalarni har bitta karton bo'lagida ko'rishingiz mumkin. Agar bitta nimaga orbitaga ikkita nima bo'ladigan bo'lsa, hali to'qnash ketib qoladi. Shuning uchun har bir sayyorani o'zining orbitasi bor. U orbitada o'zining yo'ldoshlari bo'lishi mumkin deb aylanadigan. Mana aylanish nimasi? Shunday aylanadi. Mana misol Merkuriy aylanganda qo'yganlari ham aylanadi, lekin bir-biriga to'qnashib ketib qolmaydi. Chunki ularning o'z orbitalari alohida. Orbitasi ikkalasi bitta joyda bo'lsa to'qnashib ketadi. Ha, to'qnashib ketib qolishi. Ammo yo'qda bo'lmaydi, bitta nafar orbitada yo'q. Orbitada hammasi. Mana bunday. Yo'q, ana. Hammasi orbitada bor. Yana Pluton. Ha, Pluton. O'sha 2006-yilgacha sayyora deb qaralib kelingan. Biroq kichik sayyoralar hisoblanadi. kichik sayyoralar hisoblanadi. Xullas, quyosh atrofida sayyor bo'lish uchun o'sha ma'lum shartlarni bajarish kerak-da o'zi. Quyosh atrofida aylanish kerak. Bunga Pluton javob beradi haqiqatan. Quyosh atrofida aylanadi. Ha, keyin u sharsimo shaklga ega bo'lish kerak. Haqiqatan ham Plutonda shakli. Pluton tez aylanib yo'ldan chiqib ketgan. Hozir tushuntiryapman. Minglab taxmin. U o'sha sharsimo bo'lib turib, shaklga ega bunga javob beradi. Biroq sayyoralar mana aytdim-ku, o'zini mana mana yo'ldoshlari bo'lish kerak-da. Asteroidlar nimalardandir tozalab turish kerak. Biz xuddiki sayyoralarni mashina deb o'ylaydigan bo'lsak, katta mashinalar yoniga kelgan toshlarni turtib o'tib ketadi. Bu chekkaga surib o'tib ketadi. Pluton shu jihatdan kichkinasi, uni kichkina mashina
edi. Uni yonida kelgan katta toshlarni surib o'tgan edi. Shuning uchun unda 2006-yildan keyin kichik sayyora maqomi berilgan. Katta mana 8 ta sayyoradan keyin kichik sayyora. Chunki uni hozir darsliklarda quyosh tizimida faqat 8 ta sayyora deb berilyapti. 2006-yilgacha 9-sayyora deb qaralgan. Tushundingmi? 2006-yildagi yo'q. Yo'q, u hali ham sayyora turib quyoshda atrofida aylanadi. Faqat kichik sayyora deb qaraladi. Qanday u sayyora? Pluton. Plutonmi? Keyin orbitada mana quyosh tizimida orbitasi ko'pda, men bu yerga sig'dirolmayman, shuning uchun sizlarga faqatgina 8 ta orbitani olib kelganman. Keyingi orbitalarda Pluton ham bo'lishi mumkin. Faqat u kichkina bo'ladi. Merkuriydan ham kichkina bo'ladi. Hozir bu yerda Merkuriyni eng kichkina sayyora deyapti-ku. Pluton undan ham kichkina sayyora. Mana shunchalik. Kichkina. Sizlarni qo'llangan katta bo'ladi. Endi quyosh tizimidagi sayyoralarni asli biz kattaligidan tasavvur qilamiz. Yerimiz kichik sayyoralarning ko'piga kiradi. Kattaligi bo'yicha 5-o'rinda turadi. Yerda butunlay ko'rganlar bormi? Bittadir. Ha, katta bo'ladi. Katta bo'ladi. Hech kimni bunday tasavvurimizdan ham katta bo'ladi. Men ko'rganman, bulut tepasida samolyot ko'tarilgan. Unda ham ma'lum hali yarim shar bo'ladi. Yarim shardagi ma'lum qismi ko'rinadi. Dunyoni yarmini ko'rganman. Yo, ya'ni biz ma'lum bir qismlari ko'ramiz. Yerimiz shunchalik katta. Endi mana Yupiter do'llar. Mana yerimizdan 1000 tasi chiqadi Yupiterga. Yupiter shu darajada katta. Yerimizda 100 nechtadan chiqadi? Yo, 1000 tasi chiqadi. 1000 tasi. Pluton ham xuddi shunaqada. Biz o'ylaganimizdan katta sayyora, faqat quyosh tizimidan eng kichkina sayyora. Ana yulduzlar ham asl sayyoralardan katta bo'ladi. Faqat ular juda ko'p uzoqlikda joylashganligi uchun bizga kichkina bo'lib ko'rinadi. Samolyotda hisobladigan bo'lsak, sizlarga samolyotdan osmonga qarasanglar kichkina bo'lib ko'rinadi. Qo'yganini aeroportga borsangiz katta bo'ladi. Men ko'rganman. O'zi katta Direktda yuztacha odam keladi-ku. Lekin balandlikka ko'tarilganda yerimiz kichkina bo'lib ko'ramiz. Ular jismlar qancha uzoqlikda bo'ladigan bo'lsa, ular bizga shuncha kichkina bo'lib ko'rinadi. Ko'zimizga kichkina, lekin agar quyosh bizga kichkina ko'rinsa, ham jamoasidan Quyosh hammasidan katta. Quyoshga yaqin bor bo'lmaydi. Shu darajada issiq bo'ladi-da. Barcha sayyoralarga quyosh o'zini issiqlik bilan ta'minlaydi. Agar nimamizda koinotimizda quyosh bo'lmaydigan bo'lsa, hamma yo'g'imiz muzlab qoladi. Quyosh bo'lmaydigan bo'lsa, ertalab yursak tong otmaydi, qorong'ulik qoplab qoladi. Ertalab hamma uyga kirsa, sizlar yo'q bo'ladi. Ammo televizor. Yo'q bo'ladi. Quyosh ham bizga yashashimiz uchun katta nimalardan biri. Hozir darsimiz mustaqil bo'lishimiz topshiriq bor. Bu topshiriqdan oldin o'zimiz bitta qaytarib olamiz. Quyosh tizimida 8 ta sayyora mavjud. Ulardan 4 tasi ulkan sayyoralar, 4 tasi kichik sayyoralar. Ilk sayyoralarga Venera, Merkuriy, Mars, Yer kiradi. Ulkan sayyoralarga Yupiter, Saturn, Uran, Neptun kiradi. Quyoshga yaqinligi bo'yicha birinchi o'rinda qaysi sayyora turadi? Merkuriy. Ikkinchi o'rindachi? Venera. Uchinchi o'rinda? To'rtinchi o'rinda? Beshinchi o'rinda? Merkuriy quyoshga yaqinligi bilan mashhurki uni xuddi sirtda yorilib ketgan sharga o'xshaydi. Venera qurol yulduzdan xuddi bizga ko'rinadi tunda. Oxirgi botda birinchi chiqadigan yulduz. Endi Yer biz yashaydigan sayyora, yashash uchun eng qulay sayyora. Marsda hayot bor deb taxmin qilingan, lekin hali o'z isbotini topmagan. Yupiterda eng katta sayyora hisoblanadi. Ko'p bo'ron bo'lganligi uchun mana bu qizil dog'i topshirilgan. Endi Saturn halqalari bilan mashhur. Saturnni halqasi qanday paydo bo'ldi? O'sha ular atrofida aylanuvchi nimalar bo'ladi-ku. Bunday koridor aylanadi. O'shandan toshlar asteroid aylanish natijasida halqa bo'ladi. Keyingisi Uran. Uranning atrofida moviy rangli ranglar metal Uran turadi. Neptun Quyoshdan eng uzoq sayyora va unda shamollar, bo'ronlar ko'p bo'ladi. Harorati ham eng past.